Tunning yarmiga kelib, Fir'avn dahshatli tush ko'rdi. Ey Fir'avn, ushbu dunyoni yaratgan va senga bu saltanatni ato etgan Alloh Isroil avlodlaridan biriga o'g'il farzand beradi. U bola saltanatingni va taxtingni yakson qiladi. Misrning Nil daryosi bo'yida qad ko'targan muhtasham saroy. Va men sizlarning eng oliy Robbingizman. O'sha zamin hukmdori esa Fir'avn edi. O'z davrining eng shafqatsizi edi. O'z xalqini og'ir sharoitlarda qullardek ishlashga majbur qilar, kichik xatolari uchun ham shafqatsizlarcha jazolardi. Odamlar esa chorasizlikdan jimgina itoat qilishardi, zulm va azoblar ostida qiynalishardi. Lekin o'sha muhtasham saroy ichida bir inson bor edi. Hatto zolim Fir'avn ham hurmat qiladigan va so'zlarini qadrlaydigan inson edi. Rafiqasi Osiyo. Shunday shafqatsiz hukmdorga turmushga chiqqaniga qaramay, Osiyo qalbi shafqatga to'la ayol edi. U hech qachon saroyning tilla-yu javohirlariga, qimmatbaho liboslariga yoki dabdabali ziyofatlariga aldanmadi, chunki u zulmatni ko'ra olardi va begunohlarga qilinayotgan zulm va qiynoqlarga ko'z yuma olmasdi. Osiyo bu og'riqni qalbining tub-tubidan his qilayotgan bir paytda saroyning narigi tomonida butunlay boshqacha manzara namoyon bo'lardi. Fir'avn o'z odamlariga daryoning o'rtasida inshootlar qurishni buyurdi. U yerda kecha-yu kunduz bazmlar o'tkazilardi. Musiqa sadosi havoga taralar, qahqahalar har tomonda aks sado berardi. Qovurilgan go'shtlar, turli shirinliklar bilan to'la dasturxonlar va ichimliklar u oltin qadahlar barchani hayratda qoldirardi. Biroq bu barcha boyliklarga qaramay, Osiyo o'zi izlayotgan halovatni topa olmasdi. Kunlar shunday o'tib borar ekan, tunning yarmiga kelib, Fir'avn dahshatli tush ko'rdi. Ey Fir'avn, ushbu dunyoni yaratgan va senga bu saltanatni ato etgan Alloh Isroil avlodlaridan biriga o'g'il farzand beradi. U bola saltanatingni va taxtingni yakson qiladi. U baxtingni tortib olib, hayotingni jahannamga aylantiradi. Yer yuzidagi hukmronlik ularning qo'liga o'tadi. Xalqing esa ularning qo'lida qul bo'ladi. Fir'avn nafasi qisib, terga botgan holda uyg'onib ketdi. Tuni bilan uxlay olmadi. Ko'rgan tushini deb yotog'ida atrofga alanglab o'tirardi. Chorasiz qolgach, shaharning sehrgarlari va olimlarini huzuriga chorladi. Kechasi ko'rgan tushini so'zlab berdi. Ta'birchilar